Do'stlar, bizda 3-savol. Kam harakat kasbiga yosh ayol, bo'yi 1.6, og'irligi 50 kg. Shifokor tavsiya qilgan mashqlarni bajarmayapti. Ovqatlanish bo'yicha anamnez kuniga o'rtacha 100 g uglevod, 20 g oqsil va 40 g yog'dan iborat. Bu ayol har kuni qancha kaloriya, energiya qabul qilishini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, bizda bor ma'lumotlar bu kam harakat kasbga ega bo'lgan ayol, bo'yi 1.6 va og'irligi 50 kg ekan. Boshidagi savollarimiz TVI bo'yicha tushgan, ya'ni tana vazn indeksi. Agar bu ayoldan topadigan bo'lsak, tana vazn indeksini topish formulasidan foydalanib, vaznni, ya'ni kilogramni bo'yning kvadratiga bo'lamiz, ya'ni 50 kg-ni 1.6 ning kvadratiga bo'lsak, 19,53 chiqadi. Bu ayolda TVIsi 19,53 bo'ldi do'stlar. Yana 19,5 desak ham bo'laveradi. Bu normada hisoblanadi. Esimizda bo'lsa, agar klassifikatsiya qilish bo'yicha 18,4-24,9 gacha bu norma hisoblanar edi. Demak, biz 19,53 chiqdimi? Demak, bu norma. Endi kunlik kaloriya, xo'sh, bizda bor ekan uglevod, oqsil va yog'lar bor ekan. Bilamiz do'stlar, uglevod turi 1 kilokaloriya, 1 gram uglevoddan, oqsil ham xuddi shunday uglevod bilan 1 gram uglevoddan 4,1 kilokaloriya hosil bo'ladi energiya. Yog'lar bo'lsa bilamiz, energiyasi ko'proq. Shuning uchun ham ularning anaqa 1 grami 9,3 kilokaloriyani tashkil etadi. Agar topib oladigan bo'lsa, agar raqamlarga ko'paytirib, bizda 100 gram uglevod berganda, 100 ni 4,1 ga ko'paytirganimizda do'stlar 410 kilokaloriya bu uglevodga energiya bo'lyapti. Oqsildagi bo'lsa 20 gram beryapti do'stlar. Buni ko'paytirganimizda 4,1 ga 82 kilokaloriyani tashkil etyapti. Endi yog'larimizni 40 gram beryapti ekan. 40 gramni 9,3 kilokaloriyaga ko'paytirsak, 372 kilokaloriyani tashkil etyapti. Umumiy energiya sarfi bo'lyapti bizda 864 kilokaloriyani. Ammo lekin biz bilamiz, kunlik biz uchun normada modda almashinuvida hosil bo'lgan energiyamiz bu 1200-1300 kilokaloriyani tashkil etadi. Ammo lekin bizda 864 chiqadi. Demak, bizda energiya yetishmovchiligi kuzatilyapti. Agarda buni klinik holatlar bilan to'xtaladigan bo'lsak, bu energiya defitsiti kelib chiqishi mumkin. Chunki aytib o'tdik, 864 kilokaloriya hosil bo'lyapti, lekin normada 1200-1300 kilokaloriya bo'lishi kerak. Natijada bo'lsa kuchli charchoq va gipertrofiyani xavfini ortib ketishi ham mumkin. Endi oqsillar yetishmovchiligi, ya'ni oqsillar defitsiti ham kuzatiladi. Bu manfiy azot balansi. Azot balansi o'zi bor ekan, manfiy, musbat, doimiy deb turib. Shulardagi manfiy azot balansining buzilishi bo'lib chiqyapti. Bunda haqiqiy oqsillarimiz, ya'ni 20 gram, lekin bizga kunlik ehtiyojimiz uchun 40-50 gram oqsil kerak bo'ladi. Agarda bu normada bo'lmayapti-ku, ya'ni 20 gram bo'lyapti, natijada immunitetning pasayishi va fermentlar sintezining sekinlanishi. Chunki ba'zi oqsillarimiz bor, kofermentli qiladi. Shularni pasaytirib berish xususiyati ham bor ekan. Endi mushaklar atrofiyasi bu sabab bo'lyapti kam oqsil va jismoniy mashqlarsiz. Chunki boshida aytib o'tyapmiz, shifokor tavsiya qilgan mashqlarni bajarmayapti deb. Va natijada tana vazn me'yorda bo'lsa-da, mushaklarning yo'qolishi, ya'ni mushaklar defitsiti, mushaklar atrofiyasini kuzatishimiz mumkin ekan. Endi biz tavsiyalar berishimiz kerak bemor uchun. Bu kunlik kaloriyani ko'tarish, ya'ni ko'proq oqsil yeyishimiz kerak va shunda 1300 kilokaloriyani normani keltirib chiqara olamiz va oqsillar defitsitini ham yo'qotishimiz mumkin, mushaklar atrofiyasini yo'qotishimiz mumkin shu orqali. Va yengil jismoniy mashqlar, ya'ni mushaklarni saqlash, chunki boshida aytdik, mushaklar atrofiyasiga olib kelishi mumkin deyapmiz, chunki oqsillarimiz yetishmovchiligidan shu narsalarni oldini olishimiz kerak va gipertrofiyani ham oldini olishimiz kerak. Chunki kunlik oziqa balans bizda 1200 dan 1300 bo'lishi kerak kilokaloriyada, ammo lekin bizda 864 kilokaloriyada chiqyapti. Javobimiz 864. Tavsiyalarni berdik va kelib chiqadigan klinik defitsitlarni ham to'xtalib o'tdik do'stlar.